kasb bayrami bo'lsa yoki xalqaro darajada nishonlanadigan sanalar bo'lsa, shunga mutanosib ravishda mehmonlarni taklif etishadi. Bugun ham xuddi shu ishni amalga oshirishgan studiyamizda ajoyib shifokor bor. Toshkent tibbiyot universiteti oilaviy tibbiyotda bolalar kasalliklari kafedrasi katta o'qituvchisi, tibbiyot fanlari nomzodi, pulmonolog, pediatr Fotima Xoltoyeva studiyamizda mehmonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, xayrli tong. Avvalo bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Shifokorlar kuni alohida nishonlanadi. Uni ichida yana pediatrlar kuni ham bor ekan-da. Chunki 2 marta bayram puli olasizmi shunda? Qiziqma. Savollar shu. Pediatrlar kuni bilan fursatdan foydalanib, hamma kasbdoshlarimni o'zlarining mashaqqatli kasblarini, yo'llarda charchamasliklarini va ularga kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatlar tilayman va ularni oppoq xalatlarini dog' tushirmasdan umrining oxirigacha shu oq xalatni oppoq qilib kiyib yurishlarini va doim xalq xizmatida charchamasliklarini so'rab qolaman. Qo'y. Biz ham sizni tabriklaymiz va menimcha pediatr kelgandan foydalangan holatda ayniqsa yosh onalarni ekran qarshisiga chorlaymiz. Biz savollarimizga javob topishni boshlaymiz. Va ayni mavsumdan mavsumga o'tish jarayoni ayniqsa bolalarda, kattalarda bo'lgani kabi bolalarda juda ham tez-tez uchrab turadi. Ko'p shamollashadi va shamollaganda bu juda ham tez-tez takrorlangani uchun bu allergiyami yoki shamollashmi anglay olmay qolamiz. Siz bunga oydinlik kiritsangiz. Qanday farqlaymiz? Shamollash bilan allergiyani farqlash juda ham oson. Shamollashda doimo harorat ko'tarilishi va intoksikatsiyaning belgilari bo'ladi. Ya'ni boladagi charchoq, holsizlik, ayniqsa ularning nerv sistemasidagi buzilishlar, ko'p yig'lash, bezovta bo'lish, ishtahasining yo'qolishi va harorat ko'tarilishi. Allergiyada bo'lsa, umumiy intoksikatsiya belgilari, ya'ni umumiy intoksikatsiya belgilari bular nimalar? Bular birinchi o'rinda haroratning ko'tarilishi va injiqlik, bezovtalik, umumiy holsizlik kabi belgilarning bo'lmasligi. Simptomlari bir xil bo'ladi, lekin umumiy intoksikatsiya belgilari kuzatilmaydi. Shuning uchun allergiya bilan shamollashni shu tariqa bir-biridan farq qilib olsangiz bo'ladi. Chunki yo'talsa ham shamollab qopti deb o'ylaymizda, darhol shuning uchun ham. Juda ham yo'talni juda ham farqlash oson. Yo'tal agar tungi yuqoridagi umumiy intoksikatsiya belgilari bilan bo'lmasa va yo'tal pristupli xurujli bo'lsa, kechqurun xurujli yo'tal bo'lsa, unda bu yo'tal allergik yo'tal deyiladi. Shamollashda kuzatiladigan yo'tal bo'lsa, yuqorgi intoksikatsiya belgilari u kunduzi ham bo'lishi mumkin, kun davomida bo'lishi mumkin. Ko'proq tungi yo'tal allergik yo'tal deb hisoblanadi. Tushunarli. Xo'p. Bugun mana kunlar sovib qoldi, ancha-muncha mavsum o'zgaryapti va tabiiyki bolalar orasida shu o'rvi, gripp singari kasalliklar ko'payadi. Birinchi navbatda ana shunday kasalliklarni oldini olish uchun faqatgina bolani qalin kiyintirishning o'zi kifoyami yoki yana qandaydir tavsiyalar bormi? Vaqtincha bu qalin kiyintirish kerak emas. Aha. Qalin kiyintirish kerak emas, chunki bolalarda o'sha yo'tal, gripp viruslarni ko'p tarqalib ketishiga olib keladigan narsa issiqlik. Birinchi o'rinda xonani issiq bo'lishi, bolani issiq kiyintirish bu viruslarning yanada ko'payishiga va klinik belgilarni, intoksikatsiya belgilarining yanada zo'rayishiga olib keladi. Shuning uchun oldini olish uchun bolalarda asosan masalan hozir mavsumiy vaksina payti, sentyabr hamda oktyabr, noyabr oylarida umumiy grippga qarshi vaksina qiladigan payt. Ayni shu paytda bolalarga shu grippga qarshi vaksinalar qilishni tavsiya qilamiz. Chunki ayniqsa mana shu bog'cha yoshidagi, maktab yoshidagi bolalarda umumiy jamoada yuradigan bolalarga vaksina qilgan yaxshiroq. Necha yoshdan necha yoshgacha qilinadi bu vaksina? Vaksina o'zi 6 oydan katta bolalarga tavsiya qilinadi. Endi 6 oydan katta bolalardan ko'ra men o'zim tavsiya qilgan bo'lardim o'sha bog'cha yoshidagi va maktab yoshidagi bolalarga. Chunki
ko'proq shu kontaktga kiradigan joylarda yuradigan bolalarga vaksina ko'proq talab qilinadi, tavsiya etiladi. Xo'p, biz farzandlarimiz kasal bo'lib qolsa, darrov dorixonaga yuguramiz, qandaydir antibiotiklar olib kelamiz va antibiotiklar yordamida tezroq davolaymiz deb o'ylaymiz. Pediatr sifatida, mutaxassis sifatida bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini aytib bersangiz. Antibiotiklarni o'zi berish, tavsiya qilish faqat pediatr yoki shifokorlargagina mumkin. Ya'ni antibiotik aptekadan olib beradigan dori emas. Antibiotikni berish uchun hattoki vrach oldin bolaga antibiotik berish kerakmi, yo'qmi degan savolni o'z oldiga qo'yadi va antibiotikka ko'rsatma faqat bolalarda qon analizlarida, tahlillarida o'sha leykosit bilan so'yini oshib ketishi, ya'ni eritrositlar cho'kish tezligining oshib ketishi. Agar shunda oshib ketgan bo'lsagina bolaga antibiotik berish kerak. Antibiotik berib biza agar virus bilan kasallangan bola bo'lsa, agar biza birinchi kunda antibiotik berib qo'ysak, bu jarayonni biz yanada kuchaytirgan bo'lamiz, chunki antibiotik virusga ishlamaydi. Bu bakteriyalarga qarshi. Bu bakteriyalarga va immunitetni tushiradi. Va immunitetni tushiradi. Antibiotikning ikkita zararli tomoni bor. Birinchisi qondagi gemoglobin miqdorini 30% ga tushirib yuboradi. Ikkinchisi bo'lsa, bizni immunitetimizga eng javobgar bo'lgan ichaklar faoliyatida mikrobiomalarda disbakterioz degan jarayonni yuzaga keltiradi. Shuning uchun antibiotik berganda biz doim bolalarni immunitetini tushirib yuborgan bo'lamiz. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib onalarga murojaat qilmoqchi edim. Hurmatli onajonlar, bolangizga antibiotiklarni aptekadan o'zingiz sotib olib berishingiz juda ham noto'g'ri. Shifokor maslahatisiz. Shifokor maslahati bilangina antibiotiklarni tavsiya qilish kerak. Davom etamiz. Qadrli do'stlar, studiyamizda mehmon bor. Bugun Xalqaro pediatrlar kuni va shu nuqtai nazardan Toshkent tibbiyot universiteti oilaviy tibbiyotda bolalar kasalliklari kafedrasi katta o'qituvchisi, tibbiyot fanlari nomzodi, pulmonolog, pediatr Fotima Xoltoyevani taklif etganmiz. Fotima opa, menimcha o'qidingiz bu metrodagi chaqaloq tug'ilganini va shifokor sifatida bir pediatr sifatida xursand bo'lgandirsiz. Juda ham xursand bo'ldim. Chaqaloqlar ko'paysin, bolalar ko'paysin. Lekin mana bir narsada, hurmatli ayollar, kelinlar, shu oxirigacha metroda yursanglar shartmi? Ana shu bir tavsiya berib keting, qachon shifokorga ko'rinib turish kerak? Chunki nima deydi, baribir bu ham katta bir tavakkalchilikda, to'g'rimi? Shifoxonada, shifokorlar nazoratida bo'lish umuman boshqada baribir. Homilador ayollarni albatta shifokor nazoratida bo'lishlari va albatta o'sha shifokorni, ya'ni ginekolog o'sha o'zini poliklinikasidagi ginekologini har bitta ko'riklarini qoldirmasdan qilishlarini tavsiya qilaman, chunki sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Tug'ilish jarayonlari metroda emas, shifoxonalarda bo'lishlarini talab qolaman, chunki bolani tug'ish jarayoni juda ham bu qiyin patologik jarayon hisoblanadi. Shuning uchun bolalarga, onalarga nima deyman, onalarga o'z vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tishlarini va salomatliklariga, nafaqat o'zlarining sog'ligiga, tug'ilajak farzandining sog'liqlariga o'ta mas'ul ekanliklarini